Nogiron bo'lib qolgan o'g'lini ota-onasi uyidan haydaganini eshitganmisiz? Men buni eshitganman. Men ichida yashaganman. Hikoyani boshlashimdan avval kanalga obuna tugmasini bosib qo'ysangiz, bu men uchun juda muhim. Ba'zan odamlar ota-ona baribir kechiradi deydi. Lekin men bilaman, hamma uyda kechirim bo'lavermaydi. Erim yiqilib tushgan kuni oddiy kun edi. Juda oddiy. Hatto esda qolarli ham emasdi. Men hovlida kir yoygandim. Oqartirilgan devorga quyosh tushib turardi. Qo'limda sovun hidi bor edi. Telefon jiringlaganda avval e'tibor bermadim. Keyin yana jiringladi. O'sha payt yuragim g'alati bo'lib ketdi. Falonchining turmush o'rtog'imisiz deyishdi. Keyin boshqa gaplar aralashib ketdi. Yiqildi, shifoxona, tez keling. Yo'l bo'yi ichimdan bir gap o'tdi. Iltimos, oyoqlari sog' bo'lsin. Shifoxonada u menga qarab kulmoqchi bo'ldi. Lekin kulolmadi. Oyoqlari qimirlamasdi. Qo'llari sovuq edi. Sezmayapman, dedi sekin. Shifokorlar kelib ketdi. Juda ko'p gapirishdi. Menga esa faqat bitta so'z yopishib qoldi. Nogironlik. Ota-onasi kelishdi, o'tirishdi, so'rashdi. Lekin savollari sog'liq haqida emas edi. Qancha pul ketadi? Dedi qaynonam. Aytilganda qaynotam og'ir xo'rsindi. Biz buni ko'tara olmaymiz, dedi u. Erim buni eshitdi. Jim yotdi. Ko'zlari shiftga tikildi. Davolanish menga qolganini angladim. Sekin-sekin ishlab pul topishni boshladim. Avval bittasi, keyin ikkinchisi, ba'zan uchinchi ish ham chiqardi. Ertalab chiqib, kech qaytardim. Avtobusda uxlab qolardim. Uyga kelib, yana oyoqlarini qolardim. Pul topmasam bo'lmasdi. Qaynotam esa buni boshqacha ko'rardi. Ayol ishlaydi, erkak uyda yotadi, derdi u. Sharmandalik. Erim buni eshitganda jim qolardi. Lekin ichida nimadir ezilayotganini sezardim. Uyga qaytgach, kenja qayinsinglim ham biz bilan yashay boshladi. Turmushdan qaytib kelgandi. Ko'ngli yarim, jahli o'tkir. Avvaliga achindim. Sabr qildim. Lekin u achinishga yomon ko'rardi. Akam shunaqa bo'lib qolganiga sen sababchisan, dedi bir kuni. Qanday qilib, dedim. Ishga yubording, o'zing ishlamading. Shu kundan keyin urushlar boshlandi. Har kuni. Ovqat sho'r, uy iflos. Pul yo'q. Akam tekinxo'r bo'lib yotibdi. Qaynonam indamasdi. Qaynotam esa qo'shilardi. Nogironsan, pul topmaysan, derdi u erimga. Uyda yotib yeysan. Bu gaplar erimni jimgina sindirardi. Bir kuni qaynotam qattiqroq aytdi. Senga o'xshagan erkakdan foyda yo'q. Erim birinchi marta javob berdi. Men buni xohlamaganman. Qaynotam kuldi. Xohlamasang ham bo'lib qolding. Uyda sukunat bo'ldi. Lekin bu tinchlik emasdi. Bu urushdan oldingi sukunat edi. Qaynisinglim esa urushni davom ettirdi. Bir kuni idishni devorga otib sindirdi. Bu uyda asabim buzildi, deb baqirdi. Erim tayog'iga suyangancha turib qoldi. Bas, dedi. Qaynotam darrov o'shqirdi. Ovozingni ko'tarma, tekinxo'r. Shu so'zdan keyin hammasi o'zgardi. Ertasi kuni menga aytishdi. Yaxshisi ket. Nega, dedim. Singlisi bilan chiqisha olmayapsan.
Erim qarab turdi. Ko'zlari qizarib ketgan edi. Agar u ketsa, men ham ketaman. Nogiron holingda qayerga borasan, dedi qaynotam. Bu uyda odam emasman, dedi erim. Bizni ikkovimizni ham haydashdi. Ijaraga uy topdim. Ijara uy sovuq edi. Lekin u yerda haqorat yo'q edi. Erim ba'zan kechasi uyg'onib ketardi. Otam haq edi, derdi. Men foydasizman. Men choyni qayta-qayta isitardim. Jim bo'lib derdim. Siz foydasiz emassiz. Siz menga keraksiz. Siz mening hayotimsiz, derdim. Oradan vaqt o'tdi. Qaynsinglim boshqa turmush qurdi. Katta to'y bo'ldi. Ota-onasini tashlab ketdi. Qaynonam o'sha kuni yig'ladi. Qaynotam esa jim qoldi. Uy bo'sh qoldi. Shunda ular bizni eslashdi. Xato qildik, dedi qaynonam bir kuni. Qaynotam boshini egdi. O'g'limizni yo'qotdik, dedi. Lekin kech edi. Hozir erim sekin yuradi. Men ham ishlayman. Hayot biroz bo'lsa-da osonlashdi. Lekin shuni bildim. Ba'zi ota-onalar bolalarini haydaydi. Ba'zilari esa keyin butun umr pushaymon bo'lib yashaydi. Men esa erim bilan qoldim. Oxirigacha.